Yomg'ir suvining gullarga foydasi borligini bilarmidingiz? Yomg'ir suvi tabiiy va minerallarga boy bo'lgani uchun xonaki va bog' gullari uchun juda foydali. Keling siz bilan yomg'irning asosiy afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, tarkibida zararli kimyoviy moddalar yo'q. Kran suvida xlor va boshqa kimyoviy moddalari bo'lishi mumkin. Bu esa o'simlik ildizlariga zarar yetkazadi. Yomg'ir suvi esa tabiiy va toza bo'lgani uchun gullar tomonidan yaxshi singdiriladi. Ikkinchisi, yaxshi o'g'it va oziqlantiruvchi moddalarga boy. Yomg'ir tarkibida azot mavjud. U o'simliklarni yashil massasini o'sishiga yordam beradi. Tabiiy yomg'ir tuproqdagi mikroelementlarni yaxshi singdirishga yordam beradi. Uchinchisi, tuproqni yaxshilaydi. Yomg'ir suvining yumshoq tarkibi tuproqni silliqlashtirmaydi va qattiqlashishiga yo'l qo'ymaydi. Tuproq ichkarisiga yaxshi kirib borib, ildizlarni chuqurroq oziqlantirishga yordam beradi. To'rtinchisi, tuproqdagi tuzlarni yuvib tashlaydi. Kran suvida ortiqcha tuzlar va minerallar bo'lishi mumkin. Bu esa vaqt o'tishi bilan tuproqning sho'ralanishiga olib keladi. Yomg'ir suvi tuproqni tozalaydi va ortiqcha tuzlarni yuvib yuboradi. Beshinchisi, havoni namlantiradi va changdan tozalaydi. Yomg'ir havo namligini oshirib, gullar atrofida qulay mikroiqlimni yaratadi. Yaproqlardagi chang va har xil iflosliklarni yuvib tashlaydi. Bu esa gullarning nafas olish jarayonini yaxshilaydi. Siz ham gullaringizga yomg'ir suvidan quyib turasizmi? Javobingizni kommentda kutaman.